Qizlar biza joylashib oldik. Hozir ovqatga harakat qilaman. Bolalarga siftel solib qo'yaman. Hamma narsani to'g'irladim. Kartoshka, pomidor, piyoz. Papila nimaga o'xshatdi? Esimdan chiqib qolibdi. Esimdan chiqib qolibdi. Yog'siz ovqat qilib bo'lmaydi. Endi biza zavtrakka deb olib kelgan kakranishi saryog'imizga ovqat qilib ko'ramiz. Bunda pishiruvlar qilsanglar ham bo'ladi. Buni nonga surib yesanglar ham bo'ladi. Mana halol degan sertifikati bor. O'zimizning Samarqanddan chiqadi. Oldingi slivichniy maslalar bor-ku, nonga surib yerdi yoshligimizda. Xuddi o'shani vkusi keladi. Endi mana shunga ovqat qilamiz. Qanaqa chiqar ekan? Ko'chani qaranglar, chiroyliligini, shunaqa jimjit mazza. Hidi shunaqa zo'r chiqyapti, qizlar durdaga o'xshab. Ozginasi ham ko'p bo'lar ekan qizlar. Buni hidlaridan. Endi pomidor solamiz. Suvdan bor qilaman. Zelen qolib ketgan, chesnak qolib ketgan, tomat qolib ketgan. Pomidor bilan yog' ham qolib ketgan, lekin yaxshi saryog'ni olgan ekanman zavtrakda. Hozir pishadi, bolam hozir. 3 kunlik ovqat bo'ldi mana, 3 kunlik. Tuzini ko'rdim, prям shunday saryog'ni mazasi kelyapti. Ovqatimni qaranglar, вообще asal chiqdi, rangi ham. Endi buni pishishini kutamiz. Qizlar, endi menimcha faqat saryog'ga ovqat qilaman shekilli, вообще zo'r chiqdi. Saryog'ga qildim. Voy, kim qildi? Bak, mana istoriyam ko'rsang, mana guvoh pechenkalarim.